undan tashqari har xil propaganda gaplar bilan qaynona bilan yashash kerak emas, o'g'ilni qo'yib yuborish kerak. Okey, qo'yib yuboraver, yomon emas. Lekin hech e'tibor berganmisan? Onajonim, mehribonim, jonim onam, bir duo qiling shu gelikni olay deydi. Bir duo qiling mana shu mashinani olay onam, bir duo qiling shu uyni olay onam deydi o'g'illar. Onadan so'raydi. Endi bir savol berardim-da shunaqalarga. Onasidan ajratib yashaydi-ku. Nima deb o'ylaysan, shu onasiga telefon qilib bir duo qiling onam, BMW olay desa shu duo dildan chiqadimi? Balkim duo qilar, lekin dildan chiqmaydi. Chunki har bir o'g'il katta qilgan ona, Xudo xohlasa ko'zimning nuri ketganda o'rnimdan turishim o'zimni emas, kimnidir qaroviga muhtoj bo'lganda, mana shu o'g'lim qariydi deb niyat qilib katta qilganda, endi uni qattandir psixolog propaganda qilgan, miyasini aynitgan qiz kelib turib ajratib olib ketadi. Go'yoki qo'shtirnoq ichida u hech qachon qarimaydigandek qaridan ajratishga harakat qiladi. Qaynana yomon deydi. Yomon qaynana masofadan turib ham yomonlik qilaveradi. Eng yomoni. Masofadan ham ezadi. Zo'r qaynananing yonida duosini olish kerak. Chunki o'zi ham qachondir qaynana bo'ladi. Shuning uchun men singillarimizga har xil propagandaga uchib qolmasligini tilab qolardim dilimdan.